Assalomu alaykum. Hurmatli bizning uzoq yaqindan kuzatayotgan obunachilarimiz. Mana bugun 2026-yil 4-may kunning sanasini shlakobloklar chiqarib dastlabki ishlarimiz boshlandi. Shlakobloklarimiz sifatli, standartga javob beradi. Mana shu qalbning stenalari ham qalin bizlarda. Rasmos ham ko'proq bo'ladi. Shuning uchun boshqa yerdagi shlakoblokchilar quymaydi bu narsani-da. Stenasi bilan uzundan ketgan ham 3 metr stena bo'ladi. Buni o'rib ko'rgan odam, ishlab ko'rgan odam o'zlari tushunadi. Hozir rayonda ko'pchilik shlakobloklar hammasi bundan o'tib ketdi. O'rtadan bir piyodalar bo'ladi. Shunday shlakoblok o'tib ketdi. Buning rasxod ko'proq, foydasi kamroq qoladi. Biz shundan bir oz foyda bo'lsa-da ishlayapmiz. Ozodan tama qo'l bo'lur deganda shu ozning barakasini bersin Xudoyim. Mana yuklar, tapaqlar boshladi Xudo qalasa. Karbishning bahasi 6000 so'm. Shahar ichida yaqin yerlar bo'lsa, uzoqroq bo'lsa sal qo'shiladi. Buni savqozga dastlab ketamiz 6500 so'mdan. Shu og'aylar mana odamning bir niyatini bir yer ko'rmay, netmay bir negativ fikrlarni bildirmanglar oladi bo'lsa, negativchilar ham kerak bor. Odamning kamsiz fikrini aytmasa, kechki kamchiligini o'zidan o'zi bilmaydi. Negativchilarga rahmat aytib qolamiz. Menda bu iloji boricha negativchilik yo'q, Xudoga shukr shunga deng. Xalqlamadagi guring etmay, ana shu karbishdi. Shunday standartda, masalan, yana biz yaqinda tashdan quyib beradigan mardlar bo'lsa, mana stanokni bespolatni beraman. To'g'ini pulini to'laydi. 4,5 ming so'mdan ana shuga chiqarib qo'ysin. Pulini mendan sanab olsin. Aylanib o'zim dastlab ketib pulini olaveraman. Ana shunday odam mardlar bo'lsa-da, salqinlamada yotib guring etmay kelsin shu yerga ishlaysin. Ishlaydigan mardlar bo'lsa ishlaysin. Beraveramiz. Ayrim odamlar falan yerda 4,5 ming so'm, 5 ming so'm degan gaplar ham bo'ladi-da. Ana shunday standartda chiqarib bersin, 4,5 ming so'mdan pulni men sanab beraman. Men o'zim 4700 so'mdan tushib qolgan hozir. Yuklataman, aparaman shu bilan 1000 so'm foydasini, baraka etsin deb ishlab turibmiz. Kerak bo'lsa telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Xabarlashaverasiz. Mana yurtdoshlar, toshlarimiz ham Chesti 510 Qaratog'dan qimmatbaho sifatli toshlardan quydirib turibmiz. Malamajir narsa emas, sho'rchaq betaton 81 emas. 81ning toshi bilan bu toshning o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. Buni ishlatib ko'radigan, toshga tushunadigan odam tushunadi o'z bahosini. Shunday bo'lgandan keyin bahasi shu ahvolda bo'ladi yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, Mariyaning dastlabki e'tiborimiz hozirdan beri. Mariyaning mana quyish ishlari ham qo'yib ko'rib o'tamiz. Yigitlarimizni qo'llarini kuch-quvvat tilaymiz. Xizmatda yigitlarimiz.